o'tishlarda yo'qotishda ikkita usulni aytaman, qarang. Osonda aspirinda olasizda ezasiz. Aspirin aptekadan bir 5-6 tasini iliq suvga, bir osh qoshiq iliq suvga ezib oling. O'shani betingizga surting. 1,5 soat turgandan keyin uni yuvib tashlang. Tushundingizmi? Birinchisi, ikkinchisi, hech qanday ximikatsiz, boshqasiz. No'xatni uni olasiz, no'xat uni. Tushundingizmi? Supermarketlarda bor. O'shani olasizda, aptekadan kastor yog'i, ya'ni kana kunjut yog'ini olasiz. Mana unga qo'shasiz no'xat uniga. Tushundingizmi? Qopding. Qo'shib atala sifatida qilasiz. Atala. Tushundingizmi? Betingizga surtiladigan darajada qilib. Keyin ugri joy borlarga surting, 1,5 soatlar tursin. Tushundingizmi? No'xat uni va kastor yog'i atala holatda betingizga surting. Keyin iliq suv bilan yuvib tashlang. Mana sizga ikkita usul. Keyin napsting. Желчегonni ichish kerak, ya'ni safro haydovchi. O'tingiz yaxshi ishlamaydi.